Mening onam. Mening onam semiz barmoqlariga to'qamlab oltin uzuklarni taqab, sug'ur terisidan qilingan ipinchini to'lib ketgan gavdisiga otib, yo'g'on qomiliq chilgi boshtumoqlarni xeniliq boshlariga qing'aytib kiyib, baqasam yekandozla qo'shilib selingan kukuput karvatda liqqida o'ltirib, o'g'il qiz, kelin kuy o'g'il, navri chavirlarning vafodorligini evan qo'yib turib qabul qilayotgan davlatman. Buzruk var, zardor onalardan emas. O 9 balaning 30 navri-chavirning o'ti, dardi, muhabbati, xuddi 40 tillik qamchidek vujudini, yurak bag'rini tilg'ab turadigan, g'unchidek gavdisi kichiklab, qaddi eng cho'ng navrisining beli bilan 12 navrisining bo'yi bilan tang bo'lib qolgan 50 yoshlik bolasi, 50 kunlik pay navrisi bor ona. Uni bolasimi, navrisimi, pay navrisimi ona deydi. Mahalladagi soqiliga oq kirgan navrlik bolalarmi, navrlik bolalarning navrisimi uni o'xshashla ona deb chaqirishadi. Uning barmoqlari xenini xo'p ko'maydi. Yirikligidan xeni ishmaydi. Tirnoqlariga xeni tushmaydi. Qattiq, churk, rassiz. Barmoqlarda özük turmaydı. Tursumu neresi 1 yıl, berisi 1 oyga yetmaydi. Qizi, kelini, navrisi uchun bu barmoqlardagi özüklar to'xtamay serilib tushadi. Belaklarimi ham o'xshash. Qachonli qarsang qip qizil, yalan mis biləyzük. Texi bahanısı ba. Mis biləyzük. So'ngak og'riqig'i shifomish. Aşı yerik terilar. Shakli o'zgarib ketgan so'ngaklar. O'ylisidagi qizil gulning bargiga, qora tuproqdagi kivaz moyisining g'o'liga, bug'doy boshoqlariga tegsa, yo'pirmoqlar shivirlashib, naqshi etqinicha boshlarini egib salom berar. Ming bir xushpuroq mushki ambarlar chochar. Balalar, navrlar, chavirlar bu yirik barmoqlardan onaning hidini, o'g'izning quvvatini, mehr muhabbatning haroratini tuyar. Yig'isi besqor, viliqlab kular, shirin suxan zaboni ichilar. Ming bir tilda ana deb chaqirar. Uzun quloq qo'zilar, olichpar mo'zaylar bu yirik qo'llarni ishtaha bilan yalab to'ymas. Bu yo'llarni suvishar, marishar, mo'rishar.
cho'jila kataklardan o'zini assa. Bochqalar vichirlashib, kisirlashib, yelkinlarga qo'nar, olqonlarni cho'qilar, bo'yinlarini suvishar. Şu yerik barmoqsiz bir kun, uyla, hujurla, bulunglar to'rlishar, sho'rlishar, panjirlar tatlishib g'ichirlishar. Şu yerik barmoqsiz bir kun, xon sipoh kabi qudilarmi? Balogardan qalandarmi bu darvozaga yo'lamas? Hattoki o'g'ri mushuk, shaldiroqchi seg'iz hammo ham. 7 yoshlik bolaning oldiga u 70 yoshlik mo'may kabi mehr, tavazzu, izzat, himmat bilan chiqsa, 70 yoshlik bo'yning oldiga modomiki 7 yoshlik boladek notivan, ish bilmas, kichik, tuvan bir holda esan kirib, huduqib, yiqib chiqar. Mehmonga, musafirga, yo'lovchi g'erib urvaga, darvozasi dastig'ini hamon ochiq, barkatlik, lazzatlik, minnatsiz. Mehmonga avval izzat, shon shavkat berar, ondan g'izo berar. Mehmonning ko'nglini oltin tovoqda ko'tarar. Mehmonga qancha paypitak bo'lsa bo'larki, hech vaysimas. Balki o'zidan rozi bo'lmas. Mehmonning qadam tashriflari, uzab yurishlari uchun 9 qadami, 9 tozimi hech kam bo'lmas. Kelsang qo'lingga emas, yo'lingga qarar. Beshingga qarar, bo'yi osmonga taqashsin deb. Oyog'ingga qarar, düşmanları xaqı pay bo'lsin deb. Yuzlaringni silar, judab qoldimikin deb. Choshlaringni silar, dad totib, bira tola oqirib qoldimikin deb. Ballalaringni bag'riga bosar, xuddi o'zining onasini quchoqlagandek. Keliniga tozim qilar, xuddi bag bolasini izzatligandek. Yüzüde külke, közleride yaş. Lavlari titrar, xuddi bir narsani diyemmegandek. Tushlarini bayon qilar, qo'g'in uzib, non yiqib, chosh tarab tushaptiman deb. Ko'mash ko'mar, narin qilar. Po'shkal salar, umash etar. Kelinim, navram xumor edi deb. O'smi xina, jigidi yelim, yog'li qora tayyor qilar. Kelin qizim, navri qizim sumbul choshliq, qalam qoshliq barno bo'lsin deb. Yetti yerga 7 qitim ko'rib salar, hech erinmas. Qo'llaringga oqchi tiqar, ro'zg'oringga barkat yog'sin deb. Xuddi 40 yonchuqida 40 dan 40 Shoh Sulaymonning tug'liq to'mirning xazinasi bordek. Mana bu mening onam. Mazlum desa, mening onamni. Mening onamga o'xshash onalarni. Ya oki enisi, ya och singlisi bo'lmagan onalarni desa bo'ladi.
xuddi pelakning uchiga tushgan xamakdak, shoxning eng uchidik tanho yaproqdak, tanho to'g'riq notisidek to'limi yegona, ojiz, nozuk, yo'laksiz. Lekin onunğa ajoyib qaysar iroda, chidam g'ayrat, dengizdek kang va cho'nqur mehr muhabbat murvut bo'ptikanki. Yillarning rahimsiz bo'ron chopqunlari, qor shivirg'onlariga bo'y bermay, 9 bolaning 7sini xuddi kengurodek, qarlig'oshdek qornida, bag'rida, qonatida suvdan, o'tdan, yirtqichdan saqlab qatorga qo'shdi. Bu kichikkina notidan ulg'aygan shoxlar bog'ansir baroq sollishib, cho'ng bir daraxtga, o'rmonga aylanib, bu notini qurmas, yiqilmas to'g'roqqa, qarg'ayga aylandirdi. Endi uning bir tol yaproqi bargidan ajrab bo'g'icha, minglab shoxlar uni tutib olishga tayyor. Shamol uning bir yaprog'ini titrasa, minglab shoxlar uni himmat qilar. Bir onaning yuragi 40 yurakda tang so'qar. O'xshashli onaning bir yuragida 40 yurak tang so'qar. Uning har bir tevishini ona tuyib turar. Ana Anam kesel bo'p qolmasam, eg'irimni solmasam deydi. Ammo kesilini bir o'zi biladi. Kesilini bilindirmaydi, vaysimaydi. O'zini sog'lom, ruhliq, timan ko'ztishga urinadi. Birdan yetib olsamni yaxshi bo'p qolaman deydi. Xuddi yotgan joyida bir xislat bordek. Haqiqatan og'rib yetib qolganda, bollariga yuz kelanmagandek, burchini ado qilinmagandek, savallik o'tkazib qo'ygandek xijil bo'lib, sizlarga yana ig'irchiligimni soldimmi? Deydi yurakni ezib. Ana! Anamga o'xshash onalarning vujudidan 72 obi chashma ichilganki, bu chashmalar mehr muhabbatga, sexiylikqa, murvatga to'yingan. Yana o'xshashlar onamga o'xshash onalarning vujudida zamonning do'shqonlari, hayotning judullari, farzand dog'lari, hasratlari, vafosizligi, yani shu farzand sababli kelin, kuy o'g'il, qudu bojilarning ochiq gaplari, hattoki yo'shirin haqoratlari, navri chavirlarning hurmatsizliklaridan chak teshilgan. 72 to'shuk, yani shu onaning bardoshligi, sabrsi, chidamchanligi bilan bu yilon ko'z to'shuklar mangu band qilib etilgan. U teshig'i oqmas, ichiga patmas, kishi bilmas, lekin yurakni ezar,
ömürni kesar. Mana bu mening onam. Onamga o'xshash onalar qizi kiygan atlasdan uchsa xush bo'lsa, o'g'li kiygan do'ppidan besh ko'k taqishar. O'g'li mingan toydan ko'ngli ko'kti parvoz qilar. O'g'lonlarning mashinasidan faxrlanadi-yu, chiqib o'ltirsa qo'rnadi. O'g'lonlarning ayvon saroylaridan faxrlanadi-yu, bir qo'nishdan tortinadi. Shaharning qag'ishini emas, bozorning qag'ishini qilmaydi. Uning shahrimi, bozorimi, boyliqimi, shon shuhratimi mushu oddiy qo'ri, to'rt tom, bola chaqa, navr-chavr bo'lsa kerak. Onamning har bir eg'iz tabarruk so'zlari xuddi yurakimni 40 qitim pichoq bilan tilgandek og'ritib o'tadi. Xuddi bir narsa gelimdan bo'g'ib, ichimga bosmoqdab kirayotgandek. Xuddi ho'l o'tinning ochiq isida qolgandek demi kesilib, burnim ichishib, ko'zim xuddi yengni sanchilgandek bo'lib ketadi. Ma sabr ato qilgin deydim ichimda. Onam xat to'nimaydi. Lekin bola chaqa navr-chavrlarning qaysi universitetda, qaysi maktabda nechinchi yillikda o'qiydiganligini nihoyat aniq biladi. Hayotdan iborat bu kitobni ko'zi bilan emas, qalbi bilan o'qib chiqatdi, yakunlaydi. Yani shu qalbi bilan hayot haqida yiziqsiz, yezilmagan kitoblarni ko'z bilan emas, ko'ngil bilan o'qiladigan kitoblarni yozadi. Bizga unsiz o'qib beradi, o'qishni o'rgatadi. U amaliyotda ona haqida yozilgan o'lmas bir kitob edi. O kitobni o'qisang qonmaysan, hormaysan, yana xumor bo'lasan, yana izdaysan, batlarini to'xtamasdan varaqlaysan. Mana bu mening onam. Ona Nedalarimni anglavatamsiz. Yuragingiz tuydimi? Tushlaringizga kirdimmi? Cho'chib uyg'ondingizmi? Ana, siz va sizga o'xshash onalarning teniga sog'liq, qalbiga oqliq, ömriga barakat tilayman. Ana, sizni sevgandim, jinim ona.